Shahzoxon turmush o'rningizdan. Mana shu kungacha mana Xudo trigonometriya mavzusiga yetib keldik-a. Shu kungacha bo'lgan mavzudan eng sizga yoqqan va eng qiynalmagan mavzungiz qaysi mavzu bo'ldi? Logaritm mavzusi. Eng qiynalgan mavzungiz qaysi biri? Ildizlar mavzusi. Xo'p, yaxshi, zo'r. Qani Behruzbek? Milliy sertifikatga kiradigan o'quvchimiz. Seningcha eng yoqqan, eng qiziqarli mavzu qaysi bo'ldi? Qiziqarli. Trigonometriya. Eng qiynalgan mavzungiz-chi? Logaritm necha qiynalding, ha? Zo'r. Muhammad Zohid sizda-chi? Eng hozir eng yoqtirganimiz eng qiyin funksiyalarcha qiynaldingiz. Zo'r. Mana shu yechimlarni yo'qotamiz. Xudo xolasa, mana shu qiynalgan mavzularingga yordam beramiz. Qolgan mavzular hammasi yaxshi, xudo xolasa.